Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimiz Uzgazol zapravkandan kesam bo'ladi. Bo'ron zapravkandan kesam bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, 3 qavatli Yevro remont dushalgan hovli joy chiqdi. Zudlik bilan sotiladi. Xalasangiz pazarni xod, xalasangiz pazarni xod emas tarafi sotiladi. Troytilla urilgan, balkonuna ega, podvalna, garajina ega. Bog'am bog'. Halifallar qilingan, hapshib ketilgan shifrlar, polni burchatga qilingan kolodeslar chiqqan ekan, hurmatli obunachilar. Yo'la yaqin 13 yurt tutdi. Burchatga ham kafel bilan kombinatsiya ishlatdilar. Birilalar qo'yilgan, polnisti hamma sharoitini ega. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Gaz toshkalar oldindan o'tib tutdi, svet toshkalariga tutdi. Sho'chiklar taqilgan. Doğru girib yasaladon jemchiq svet troytilla urilgan ekan. Hurmatli obunachilar, bu chetdan tanishib o'tamiz. Bismillah deb boshlaymiz. Beramiz garaj qismimiz. Garajimiz 3 metr, 14 metr. Ya 13 ya 14. Her kuruch har xil quradi. Bularlar 15 kurganlar ham bor. Beramiz yana suv toshkalarni tashalgan. Xalasangiz vodoprovod, xalasangiz skvajin bor. Полностью kanalizatsiyada uklon bo'yicha uстановка etilgan, hech qanday muammo yo'q. Skvajin uchun aynan tashalgan. Havolanib turadi. Fundamentini, podushkasini umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Beramiz bog' qismimiz. Spakul filan chiqib ketgan. Podvaldan ham, garajdan ham foydalansangiz bo'ladi. 3 mashin bemalol sig'adi. Hatto garajdan ham ataplini o'tgan yurtdagi radiatorlar ko'rgan. Zefler kotellarimiz qo'yilgan. Dukkantурni stabilizator, filtr, reduktor, hatto suv nasoslargacha sirkulyatsion qo'yib tutdi. Ikkisi o'zini bilan 3 bo'ladi. Hurmatli obunachilar, birovlar tikuvchilik, birovlar salon, biroz trenajyorniy zal. Kim nav istasa, shundan foydalanib biladi. Garajı podvalni beramiz polniy proxodlar qo'yilgan. Atizana ega 200 kvadratli hovli joy. Arka tomondan ko'rinishi hovli joyimizni hozir oldindan girib ko'zitaman, xudo xolasa. Hamma o'zi qulay. Bu yerni xalasangiz barbekyu ating, xalasangiz yozi hojatxona, xalasangiz naves qiling, xalasangiz papchan qo'ying. O'zingiz qulay qilib olaverasiz. Gul ekasizmi, daraxt ekasizmi? Yangi gaz so'chiklarimiz ham qo'yib turibdi. Hozir oldi tomonini ko'rsatib o'taman, hurmatli obunachilar. Bismillah deb boshlaymiz. Xudo xolasa hammamizga shunday xayrli, fayzli, yaxshi uylar nasib etsin. Beramiz dalan qismimiz. Eshiklarimiz damir eshik, obshipka qilingan ekan. Hatto bo'ylarni ugullari ham urilgan. Umumanliklar ham yaxshisidan qo'yilgan. Kafellarimiz indiyskiy kafel yaxshisidan qo'yilgan. Vodokoniklar ham qo'yilgan. Svet avtomatlarimiz qo'yilgan. Polniy отдельно qilingan, hurmatli obunachilar. Gilamlar döşalgan. Lyustralar qo'yilgan. Patologimiz gipsokardondan ishlov berilgan. Galogenlar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay. Lyustralar ham yaxshisidan qo'yibdilar. TV zonalarimiz ham zamonaviy, antenna joyi, rozetka joylari bor. Dalanimiz ham kichkina emas. 7,5 metrofi bor. Beramiz eshiklarimiz yarim eshiklar qo'yilgan, narishlik koronalari qo'yilgan. Aynalar, zamoklar, polniy sharoit qilib qo'yibdilar. Beramiz zal qismimiz. Zalimiz ham kichkina emas. Kamida o'zinasi 6 metr bor. Kombinatsiya ishlangan abo'ylar polniy. Patologlar ham gipsokardondan polniy figuralar chiroyli shakl berilgan. Lyustralar ham qo'yilgan. Ichi matviy natijali patolog ekan. Ramka olib, chiroyli etib mo'yishdan bo'ylab bilan kombinatsiya etibdilar. TV zonalar ham katta polniy katta televizor uchun moslashtirilgan.
Antenna joyi, razvedka joylari hamma o'zi sharoit qilingan. Bu yerda hatto daborlar ham qilingan ekan, hurmatli obunachilar. Ramka olib chiroylatib ustanovka qilingan. Ko'rinishdi, aboylarni yopishtirib, chiroylatib ko'ngillayinlatib. Bu yerimiz zinamiz ham gilamlar qo'yilgan. Ko'rinishdi. Bu yerimiz sanuzelimiz. Unitazimiz ham yaxshi qilingan qo'yilgan. Ekan. Royal original firma Ariston 80lik Avalon vannalar qo'yilgan, unvonliklar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Razvedka ham toza bo'lgan. Kafildan ham kombinatsiya ishlatibdilar, oq-qora. Patologimiz motivini tuzun ekan. Hatto elektronik demaxotlar ham qo'yilgan. Bu yerimiz oshxonamiz. Bu yerimiz zina qismimiz, hurmatli obunachilar. Zinani teni bir chiroylatib beklab qolasangiz, qilaloq hisobi bir ko'qilgan kerakli o'zlarni tez yaqin qiladigan narsalarni qo'ysa bo'ladi. Bu yerimiz spalnimiz 3,5. Bu yerimiz to'pli pug'ilma kollektorlari, o'ylab qo'ydilar MDF bilan. Bu yerimiz eng bog' qismimiz, hurmatli obunachilar. Eng bog'imiz. Akfa ramlari. Gilamlar döşelgen, aboylar ham mo'rishli, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay. Bu yerimiz oshxonamiz. Gaz tochkalar gap tutdi. Kanalizatsiya tochkalar polni ustanovka bo'lgan, suv tochkalar girgan polnisi. Lustralarimiz ham mening har xil chiroylisidan qo'yibdilar. Kafellar ham polnisi fartiqlar urilgan. Bu yerimiz polnisi tayyor qilib qo'yibdilar. Hamma sharoitiga ega, hurmatli obunachilar. Yuqori bilan dam chiqamiz. Tasonkalar ham yaqin orasi ochiq emas. Yosh bolalar yiqilib tushmaydi. Shunga planlashtirilgan ko'p odam har bir zinaga bir dona qo'yadi. Bular ikkini qo'yibdi. Hatto ugullar ham urilgan, hurmatli obunachilar. Bluetooth. Bu yerimizning 3 qavat. Podval garajsiz 2 qavat. Eng bog'imiz. 200 kvadratlarning bog'lari shunday bo'ladi. Joy normalniy etib olinadi. Bog' katta qilgan to'pli bo'lgan kollektorlari. Xalasangiz ilib, xalasangiz kamaytirib ko'rasiz. Bu yerimiz oshxonamiz usti, bu yerimiz spalni. Yuqorida 4 xona, pastda 2 xona, plus yana bir daloni bor. Общий 6 xona bir dalonimiz bor. Her xonamizni avoyi har xil etib ishlangan kombinatsiya etib. O'zini mos etib, eshiklarimizni sifatli eshiklardan qo'yilgan, qo'yma. Bu yerimiz sanuzel, unitazimiz va namunalik bor. Narisi koronachi bor. Gilamlar ham döşelib turibdi. Aboylarimiz mo'yishli. Narxini keladigan bo'lsak, $90,000 deb tutdi, hurmatli obunachilar. To'g'ri kelib, kadastrni ko'rib, notariusda pulingizni beraverasiz. Hech qanday muammo yo'q. Dokument bo'yicha sifatini ham o'zingiz tekshirtirib olishingiz mumkin, o'zingiz specialistingizni. Bu yerimiz dalonni usti. Adasmasam 7,5. Bu yerim shu kombinatsiya ishlangan, hurmatli obunachilar. Balkonuna ega. Bu yerimizning balkon. Balkonimiz ham 1,5 3,5 4 bor. Narxini aytib o'tirdik. Mesda palazinasini aytib o'tdik. Maktab, bog'cha qulayligini ham aytamiz.
Bog'chada muammo yo'q, maktabga bir transport bo'yicha boriladi, hurmatli obunachilar. Narxi $90,000. 200 kvadrat, 3 qavatli hovli. Hurmatli obunachilar, keyingi roliklarda görüşünce deymiz. Sağ olun, aman bo'lin. Podpisatsiya qilmanglar, podpisatsiya qilsin, like bosing. Salomat bo'ling. Keyingi roliklarda görüşünce.